Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 7-mart kunidan 10-martgacha kutilayotgan ob-havo prognozi e'lon qilindi. Darhol xabardor bo'ling. Assalomu alaykum do'stlar. Videorolik boshlanishidan oldin iltimos like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 7 va 9 mart kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 8 mart kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. 10 mart kuni ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 7 va 8 mart kuni 05 daraja iliq, 9-10 mart kuni 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. Kunduzi 7 mart kuni 11-16 daraja iliq bo'ladi. 8-10 mart kuni 3 daraja sovuq, 2 daraja iliqqacha pasayadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 7 va 8 mart kuni yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 9-10 mart kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 7 va 8 mart kuni 2-7 daraja iliq, 9 mart kuni 5-10 daraja iliq, 10 mart kuni 05 daraja iliq, kunduzi 7 mart kuni 13-18 daraja iliq, 8 mart kuni 15-20 daraja iliq bo'ladi. 9-10 mart kuni 5-10 daraja iliqqacha pasayadi. Navoiy viloyat shimolida kechasi 7 va 8 mart kunlari 05 daraja iliq, 9-10 mart kuni 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 7 mart kuni 11-16 daraja iliq, 8-10 mart kuni 3 daraja sovuq, 2 daraja iliqqacha pasayadi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 7 mart kuni kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 8 mart kuni yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 9-10 mart kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 7 va 10 mart kunlari 3-8 daraja iliq, 8-9 mart kunlari 5-10 daraja iliq, kunduzi 7-9 mart kunlari 15-20 daraja iliq, 10 mart kuni 5-10 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 7 mart kuni kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 8 mart kuni yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 9-10 mart kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, faqat 9 mart kuni 7-12 daraja iliq, kunduzi 7 mart kuni 18-23 daraja iliq, 8-9 mart kunlari 20-25 daraja iliq, 10 mart kuni 10-15 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 7 mart kuni kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 8 mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 9-10 mart kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 7 mart kuni 3-8 daraja iliq, 8-10 mart kuni 5-10 daraja iliq, kunduzi 7 mart kuni 13-18 daraja iliq, 8-9 mart kunlari 15-20 daraja iliq, 10 mart kuni 10-15 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor. 7 mart kuni ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Faqat 8 mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 7-9 mart kunlari 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. 10 mart kuni 05 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda. Aziz tomoshabinlar, shu va shu kabi yangiliklardan tez xabardor bo'lib turishni istasangiz, videoga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling.